O'zbekistonda to'y va marosimlar tartibga solinadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda prezident farmoni bilan tasdiqlangan loyihaga asosan to'ylar tartibga solinadi. Bu prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan tasdiqlangan. Ishlab chiqarilgan normativ-huquqiy hujjatlar ro'yxatida keltirilgan. Unda joriy yilning avgust oyigacha to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar va marosimlar o'tkazishni tartibga solish bo'yicha parlament palatalari kengashlarining qo'shimcha qarori qabul qilishni ko'zda tutilgan. Shuningdek, yoshlarda tejamkorlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha yangi mexanizmlar nazarda tutilgan. Loyihaga mas'ullar etib Oliy Majlis palatalari, Madaniyat vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Din ishlari bo'yicha qo'mita belgilangan. Shavkat Mirziyoyev 2018-yil martida bo'lib o'tgan videoselektorda dabdabali to'ylarni qoralagan. Ijro organlari rahbarlarining to'y marosimiga borishni taqiqlagan. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, soliqchimi, hokimmi, chegarachimi me'yordan chiqsa, o'sha kuniyoq qamayman. Vazir yo bosh vazir o'rinbosari 500 kishiga to'y qilishga yetadigan maoshni qayerdan oladi? Hammasi o'g'irlik. Bu tagini surishtirsak, o'g'irlik degandi o'shanda prezident, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.